Dunyo larzada Isroil va AQShning Eronga bergan kutilmagan zarbalari ortidan Yaqin Sharq tom ma'noda yonmoqda. Bunga javoban Hizbulloh rasman urushga kirdi. Eron raketalari esa Ozarbayjon aeroportiga qulamoqda. Urush geografiyasi kengaymoqdami? Bugun biz ballistik raketalari urib tushirilgan, pedofillar umrbod qamoqqa hukm qilingan va futbolchilarimiz AQShdan baza topgan hafta haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Vaziyat jiddiy. 27-28 fevral kunlari AQSh va Isroilning Eronga bergan to'satdan zarba berish taktikasi kutilmagan natija berdi. 1-mart kuni Eron oliy rahnamosi Ali Xamanayiyning halok bo'lgani e'lon qilindi. Bu dunyo geosiyosatidagi shaxmat taxtasini ag'dar-to'ntar qilib yubordi. Bunga javoban Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hizbulloh rasman urushga kirdi. Hozirda Isroil dengiz va havo kuchlari Livan poytaxti Bayrutning xalqaro aeroporti va Dahiya tumaniga shafqatsiz zarbalar bermoqda. Ko'plab xalqaro reyslar bekor qilingan. Mintaqa esa katta portlash arafasida turibdi. Urush alangasi kutilmaganda Kavkazga ham yetib bordi. 5-mart kuni Ozarbayjonning Naxichevan Muxtor Respublikasidagi aeroport hududiga Eron raketasi qulab tushgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu haqda Azernews nashri ma'lumot berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda aeroport yaqinidagi portlash aks etgan videolar tarqalmoqda. Taxminlarga ko'ra, bu hodisa Eron, AQSh va Isroil o'rtasidagi keskinlikning bir qismidir. Naxichevan Ozarbayjonning Eron, Turkiya va Armaniston bilan chegaradosh strategik hududi, eksklavi hisoblanadi. Agar ushbu hujum rasman tasdiqlansa, bu Janubiy Kavkazdagi xavfsizlik va siyosiy vaziyatni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Endi o'zimizdagi yangiliklarga qaytamiz. O'zbekiston ayol-qizlari uchun yangi himoya qalqoni yaratildi. Endi jismoniy yoki shahvoniy tazyiqqa uchragan ayollar telefondagi maxsus SOS ilovasini bosishlari kifoya. Eng yaqin ichki ishlar xodimi 10 daqiqa ichida yetib keladi. Bu shunchaki texnologiya emas, bu zarurat. Chunki o'tgan yilning o'zida 48 mingdan ortiq ayol ko'chalarda va ish joylarida shilqimlik qurboni bo'lgan. Tizim shunday ishlaydiki, ekran yonmaydi, tovush chiqmaydi. Jinoyatchi sezmay ham qoladi. Prezidentning yangi farmoni bilan O'zbekistonda jinsiy jinoyatchilar, ayniqsa pedofillar uchun qutulish yo'li yopildi. Endi bunday jinoyatni qayta sodir etganlar umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Bu qaror Sankt-Peterburgda sodir bo'lgan dahshatli voqea, o'gay otaning 3 nafar farzandni yillar davomida xo'rlagani va onaning bunga sherik bo'lgani kabi holatlarga javobdir. Endi shahvoniy shilqimlik uchun jazo faqat jarima emas, qat'iy qamoq bo'ladi. Pedofiliya uchun qat'iy o'lim jazosi 3 oy ichida ko'rib chiqib tasdiqlanadi. Futbol muxlislari uchun ajoyib yangilik. Milliy jamoamiz jahon chempionati davomida AQShning Atlanta shahrini o'ziga baza qilib tanladi. Fabio Cannavaro boshchiligidagi yigitlarimiz Atlanta United bazasida tayyorgarlik ko'rishadi. Portugaliya va Kolumbiya kabi raqiblar ham yaqin atrofga joylashgan. Terma jamoamizga Amerika safarida omad tilaymiz. Va nihoyat haftaning eng g'alati trendi. Yaponiyada odamlar 30 daqiqa tobutda yotib meditatsiya qilishmoqda. Kuyo an'anasiga ko'ra, bu usul insonni o'lim bilan qo'rqitmaydi. Aksincha hayotning naqadar shirin va o'tkinchi ekanini eslatadi. Ba'zan to'xtab hayot haqida o'ylash uchun shunday keskin choralar kerakdir. Ko'rib turganingizdek, bu hafta dunyo va O'zbekiston uchun shunchaki 7 kun emas, balki xavfsizlik, adolat va hayotga bo'lgan qarashlarimizni sinovi bo'ldi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Shunda eng muhim xabarlarni o'tkazib yubormaysiz. Keyingi haftaning eng dolzarb dayjestida ko'rishguncha omon bo'ling.